Ba'zi mufassirlar aytdilar, menga qaytib gapirmanglar degan oyatda jahannam ahli qattiq suvsab ketadi, suv so'raydi. Alloh ularning duosini ijobat qilmaydi. 1000 yil jahannamda issiqda turib suv so'raydi. 1000 yildan keyin Alloh taolo qizil bulut jo'natadi. Ular hammasi bulut kelyapti, bizga yomg'ir yog'adi deb o'ylab tursalar, bulut kelib ilon yog'adi ustiga. Ilonning kattaligi tuyaning bo'ynichalik keladi. Jahannam do'zax ahlini bir chaqsa 1000 yil uning zahri badanda qaynab ketadi. Ya'ni zahri 1000 yil qaynaydi. Odamlar o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Suvsizlik juda qattiq. Unga tushgan musibat suvsizlikdan ham qattiq bo'lib ketadi. 1000 yil Allohdan so'ralmay qoladi. 1000 yildan keyin o'zlariga kelib yana suv so'raydi. Iloji yo'q, suv ichish kerak. Qocharga joyi yo'q. Jahannam o'z domiga tortib olgan. Alloh taolo ularga qora bulut jo'natadi. Ular aytadiki, o'tgan safar qizil bulut jo'natgan Alloh, endi qora bulut jo'natdi. Qora bulutda suv bo'ladi dedi. Qora bulut ustilariga kelib chayon yog'adi. Chayonning kattaligi hachirchalik bo'ladi dedilar. Hachir otdan kichikroq, tuyadan, eshakdan kattaroq bir hayvon. Eshakni otga choptirsa hachir tug'iladi dedi. Ana shu hachirchalik katta chayon ustlariga yog'adi. Chayonlar tushib bir chaqqan vaqtida badaniga 1000 yil yana zahri sochilib ketadi. 1000 yil o'zlariga kela olmay qoladi. 1000 yildan keyin o'zlariga kelib yana Allohdan suv so'raydi. Boshqa qocharga joyi yo'q.